islom o'zi yo'qolib. Mana bu holatlarni ko'rgan kishi bu tasavvuf bilan qoladigan bo'lsa, bizga javob bermaydi deyish mumkin. Holbuki tasavvuf islomning mohiyati, islom butun insoniyatga javob berish kerak qiyomatgacha. Siz islomni taqdim qilayotgan paytda shuni hisobga olishingiz kerak. Buni qabul qilinmayotgan bo'lsa, u odam ko'rgan narsa bor-ku, faqat tasavvuf shu deb o'ylagan shakl shamoil yoki ma'lum zavoid narsalar, sunnatlar. Tasavvuf shu deb tasvirlayotgan bo'lsa, uni ko'rib bir kishi tasavvufni inkor qiladigan bo'lsa yoki bid'atlarni, irg'ishlashlarni yoki tasavvuf o'girish yoki bir qabrga topinishni tasavvuf deb o'rgatayotgan bo'lsa, uni ko'rib odam bu tasavvuf shirk ekan u desa, u ko'rib shu hukmni qilayotgan odamning uzri bor. Chunki boshqa narsani ko'rmagan. Uzri shu hukmni qilishida